ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Gülleniş şartları. Sual: Ümmetning güllenishi uchun nimalarga ehtiyojimiz bor? Bu tema mutafakkurlar va faylasuflarni uzun yil mashg'ul qilgan bir tema bo'lib, hatto ular güllenish shartlari deb kitoblar yozgan. Aljeriyalik mutafakkur Malik Nabi buning misolidir. Lekin men bu yerda ikki ishning, ya'ni ikki bosqichning o'ttirisini ayirayman. Birinchisi, güllenish uchun nimaga muhtojmiz? Ikkinchisi, güllenishdan keyin nimaga muhtojmiz? Güllenish uchun nimaga muhtoj ekanligimiz bir bosqich bo'lsa, gullangandan keyin burunqiga o'xshash shalliq madaniyat qurib chiqishimiz uchun nimaga muhtoj ekanligimiz yana bir bosqichdir. Men birinchi bosqichdagi güllenish shartlarini uningdan keyingi bosqichdagi shartlardan farqli deb qarayman. Birinchi bosqichda güllenish va taraqqiy qilishimiz uchun qattiq uyqudan ko'zimizni ochishimiz va biz yashayotgan orqada qilishdan o'zimizni tortib chiqishimiz kerak. Buning ketarlik sharti 3dir. Birinchisi, biz oldi bilan xor zabulliqqa rozi bo'ladigan, zulm va diktatorlikni qonunlashtirib beradigan emas, balki Alloh taolo bizga rozi bo'lib tanlagan haq din bo'lgan islomning qonuniga muhtojmiz. Bu haq dinning usul va metodlari nihoyat ochiq bo'lib, bu usul metodlarga shaksiz ishonch mujassamlangan. Biz bizdagi kuch-qudratlarni harakatga keltira oladigan, bizni bag'ishlash va amaliy ish qilishga undaydigan haq dinga muhtojmiz. Din bo'lsa bizga boshqa barliq millatlardan farqli qiladigan bir kimlik sunadi. Agar biz bu dinga samimiy esiladigan bo'lsak, Allohning nusratini qo'lga keltira olamiz. Ikkinchi shart qarshi turish. Umidsiz kishilar qorong'ulikdan chiqa olmaydi. Hatto bundaq kishilar davomli kishilar orasida umidsizlik tarqatadi. Bular suiqasd nazariyasi bo'yicha butkul ishlarni Yahudiylar va Amerika kontrol qilib turdi. Ularga kuchimiz yetmaydi deb qiyinchiliklarni yengishdan, reallikni o'zgartirishdan bosh tortadi. Ularga deymizki, madem qiyinchilikqa ko'krak kirishdan qochsan, u vaqt ket va taslim bo'l. Güllenish uchun cho'qim yengimizni turishimiz kerak. Tağutlardan, bosqinchi mustamlakchilardan ozod bo'la oladiganligimizga shaksiz ishonishimiz kerak. Mana bu qarshi turish güllenish uchun muhim bir shartdir. Uchinchi shart bo'lsa, kuchli bir rahbar qatlimi bo'lishi kerak. Kuchli bir rahbar bo'lishning 3 sifati bor bo'lib, birinchisi sodiq va rostchil bo'lish. Bu haqda Qur'onda shu bayonlarni ko'ramiz. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ularning, yani ayollarning bir aytdi: "Ey ata, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir. Kuchlik, ishonchlikdir." Ikkinchisi, yiroqni oldin ko'rar bo'lishi. Qachon, qaysi vaqtda, qaysi sharoitda qanday ish qiladiganligini biladigan bo'lishi kerak. Uchinchisi, salohiyat va ishning ahli bo'lishi.
ya'ni rahbarlik va idora qilishda shuningga loyiq sifat va salohiyat tepilishi kerak. Yuqoridagilar gullanish uchun bo'lishi tegishli shartlar. Endi tövanda gullanishdan keyingi madaniyat barpo qilishning shartlariga kelsak, uning ham 3 sharti bor. Haq din buning yana birinchi shartidir. Haq dinga gullanishdan burunmi va gullanishdan keyinmi madaniyat barpo qilishda muhtoj bo'lamiz. İnsoniyatga yangidan yetakchilik qila oladigan, boshqa madaniyatlar bilan raqobatga tushalgudek kuchlik va parlaq bir madaniyat qurib chiqishimiz uchun ehtiyojli bo'lgan ikkinchi shart ilmdir. Cho'nqur, yangicha, sap ilmga muhtojmiz. Bu ilm orqali ba'zi ko'ngli qora insonlarning yiqitmoqchi bo'lgan dinning sabit prinsiplari bilan zaman va sharoitga qarta o'zgaradigan ijtihodiy masalalarni farq eta olamiz. O'tmishning o'zgarishchan masalalarga ching esilib olsak, ishimiz ilgarilamaydi. Taraqqiy qilgan, raqobatda putdasab tura oladigan dunyoviy ilmlarga muhtojmiz. Umumiy jihatdan o'qitish uslublarini bo'libmi ilmiy tadqiqot metodini taraqqiy qildirishimiz lozim. Haq din va zamonaviy yangicha ilm bizning madaniyat barpo qilishimizdagi ikkinchi shartimizdir. Uchinchisi bo'lsa kuch-quvvat. Asosiy kuch-quvvat 3 turlik bo'lib, birinchisi ittifoqlik kuchi. Chunki chechalang'u millatning kuchi to'zib ketadi. İkincisi ma'lumot va uchur kuchi. İnsanlar ma'lumotga erishish uchun butun kuchini ishga solyotdi. Bugun uchur va ma'lumot davridir. Uningga qanday erishimiz? Uchur va ma'lumotlarni qanday tahlil qilamiz? Uningdan qanday foydalanamiz? Uchinchisi qurol kuchi. Ojiz millatning butkul haq-huquqlari daxliga uchraydi. Buni bilishimiz kerak. Başta so'zlaganlarim gullanishning shartlari edi. Hozir so'zlaganlarim gullanishdan keyingi madaniyat barpo qilishning shartlari. Bulardanmi eng muhim bo'lgan bir savol oldimizga keladi. U bo'lsa-mu, sen mayli er yoki ayol bo'l, sening birinchi bosqichdagi roling nima? Agar ikkinchi bosqichni ko'rish nisb bo'lsa, u bosqichdagi roling nima? Cho'nqur o'ylanib beqinglar. Hammamizning bu bosqichlarda haqiqiy bir rolimiz bo'lsin. Va kullu man ahalla lak sabbaha aw labba fala